Bu shahar tarixiy shahar. 1753-yilda Portugizlar tarafidan bosib olinadi va hukmdorlik suriladi. Hozirgi paytda UNESCOga kiritilgan va bu eng mashhur o'sha vaqtda 1753-yilda qurilgan serkit yerlari, muzeylari, binosi. Tarixiy joy, hozir turizmga ochilgan. Mana bu Dutch. mana bu yerda hozir amaki bizni surib olib ketyapti. Mana ketyapmiz shahar markazida aylanib. Keyin daryoda ham aylanamiz. Bir 20 minutlik daryo bo'ylab har ikki taraflama o'ng chap tarafdan butun tarixiy binolarni ko'ramiz. White color make it for the British. British. Britaniyaga tegishli bo'lgan bino joy. Galereya Kota Melaka topsilgan. Tarixiy binolar, muzeylar. Amaki surib ketyapti hozir velosipedga mindik. 1 ringgit, 1 dollar, 4 ringgit. Malezya puli. Da. 4-2'den bozdurdum. 4-2 burada. Bu yerda yaxshi ekan. Kuala Lumpurda 3.65 dan bozdurdik. Burada banktan bozdurduk da Public Bank. Ha, public Orada banklardan. change ofisler. Change ofislarda Kuala Lumpurda arzon oladi. O'zi aslida 4 ringgit va 4 ringgit ustida turadi. 1 dollar. Evet. Mana bu yerda hammasi arxitektura. Bu muzey. Tarixiy muzeyi. San Paulo Kilisesi. Müziğimi Bu İslam İslam Malaka Muzeyi. Bu yerga aslida 2 kunga kelsa 2 kunga yetarli bo'ladi. Mana bu daraxtlari, bu daraxtlar bor ekan bu yerda. Umuman oldin ko'rmagan jinsimizdagi daraxtlardan bor. Bu ham muzey. Yani, hammasi muzey. Bu yerda ham muzey qilingan. O'sha Malakani tarixini aytib beradi. Tarix haqidagi ma'lumotlar bu yerda yig'ilgan muzeylarda kirib bemalol kirsa bo'ladi. Balli bir ücret karşılığında. Mana bu chiroyli qilib qo'yishgan. Mana rang-barang velosipedchilar mana muzika ham. Yo'q, ular doimiy shunday turadi. Shunda turadi. Ha, doimiy shunda turadi. Oh, mana bir gruppa turistlar hammasi bir xil kiyinib olishgan. Ayollar o'z uyida kiyinib qolib qo'ydi. Malakada asosiy aholisi Malezyaliklar, Malay musulmonlar, xuddi shunday Xitoyliklar yashashadi va Hindistonliklar. 3 millat bir arada yashaydi. Daraxtlar chiroyligiga. Bu yerda havo salqinroq bugun. Havo juda ham yaxshi. 25-26 grad. Kuala Lumpurda juda ham issiq edi kecha. Bu yerda havo 3-4 darajaga farqi bor. Salqin bu yerdagi havosi. Okay, Portuguese fort, Fort? Yeah. 507 years, 1511. Memory and independence behind the king and the palace. Okay, take picture 10 minutes. 10 minutes. Around, Okay. come back. Okay. Hozir biz aylanib kelamiz. Mana shu yerda uchrashamiz. Thank Yeah, everything. Maydoniga keldik. Thank you. Mana bu yerlarni aylanib, ichlarini aylanib ko'rib, shu yerda yana uchrashamiz. Albatta tarixini detalni ichiga kirib o'tirmaymiz. Mana bu ham Portugizlardan qolgan binolar to'pxonasi. Qirollari bosib olinganda mana shu to'plardan o'q otishgan. Nima deydi buni? To'g'risi o'qmi deydi? Türkçesine Yoki top. bomba deydimi? Uni endi men o'zbekchasiga men ham topa olmadim. Gülle atardı bunu.
Mana shu yerda muzeyda turibdi bu yerda. Eski kalesi bo'lganda burası. Qala u kirish oldi, Girishi. mana bu kirish eshik darvozasi qalalari. Endi o'sha qaladan qolgan parchalari, bu yerda modern binolar qurilgan. Bu yerda tarix haqida ozgina yozib etilgan. Hozirgi vaqtda UNESCO tarafidan qo'riqlanadi mana kirishda. Binolari qurilish tarzi shaklidan portakizlarni qurilishlari ko'rinib turadi. Tepaga qalaga chiqishgan, mana tepada qala. Hozir qalani ichiga ham kirib, uni ham ko'ramiz. Tabii qaladan faqatgina qolgan narsalar devorlari qolgan. Shu devorlarni ham ko'rilishadi. Mana bu yerdan chiqib kirsak ham bo'ladi qalaga. Bu eshikchasidan. Ertuğrul qayerga ketdi? Bir-birimizni yo'qotib qo'ydik. Mana. Mana bu yerda ham juda chiroyli qilishgan, kema qilib, kemadan chiroyli qilib qurib qo'yishgan. Konsertli zaldek. Bu yerda shou ko'rsatuvlar qilib berishadi. Tepaga to'g'ri chiqyapmiz hozir, qalaga to'g'ri chiqyapmiz. Portakizlar qilgan, ustida ularni mana kemalari, haykallari turibdi. Ko'rinib turibdi bu ulardan qolgan parchalar. Endi tepaga chiqamiz. Tepada Bukit Malaka. Daraxtlari juda chiroyli, tabiati chiroyli qilingan. Tomosha qilishga arziydigan joylar, kelib ko'rishga arziydigan joylar. Bu yerdan tepaga qarasak, mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Hayat hotel ekan, juda ham katta markazda joylashgan. Malakaga kelib, Malakada qolsangiz ham bo'ladi. Tepaga chiqish ozgina qiyin. Salgina charchab qoldik. Dam olib chiqamiz. Chunki ichkarini ham ko'rish kerak. Rasmlarga tushayotgan turistlar. Mana bu daraxt juda chiroyligini qarang. Juda ham chiroyli daraxt. Magnoliyaga o'xshaydigan daraxt ekan. Charchab qoldik. Chunki tepadan chiqib kelyapmiz. Hamda tepadan ko'rsataman. To'g'rimizda hayat mas ekan. Hatten otel degan ekan. Mana bu daraxt. Yaproqlarni o'rab olgan. Bu guldan bizda gul deb sotilardi. Aslida tropik iqlimga tegishli bo'lganligi uchun daraxtni butunlay o'rab olgan. Uchigacha. Kep qoldik, az qoldi. Az qoldi, mana kelib qoldik. Bu yerlari mozor toshlari. Mozorlar ko'rinib turibdi. Hozir tarixini o'qib chiqamiz agar yozilgan bo'lsa, kimlarga tegishli bo'lganini ko'rib chiqamiz. Hey, my friend, how are you? Where Fine, from? and you? It's good. You from? I'm from Turkey. Qilib rasm Turkiya. chizib Turkey. Yes. Istanbul. Yes. The couple from Istanbul. Yeah. Oh, your country very nice. Yes. Very many historical. Yes. So welcome, welcome. Thank you. Thank you. Yeah, Istanbul. Wow. It's a great country. İstanbul deganda hamma tanishadi. Turkiya tabii ki dünyanın hamma joyida tanilgan mamlakat.
Afsuski O'zbekiston. Ha, O'zbekiston desak Afg'onistonmi deyishadi. Endi O'zbekistonni ham tanitishimiz kerak butun dunyoga. Mana kirib keldik bu yer vaqtida. Nima deydi? Ibodatxona bo'lgan, bu yer ham sirkov bo'lgan. Xalaq qilib qo'shgan bu yerni. Mana bu daraxt ham chiroyligini qarang, kattaligini. Bunaqangi daraxt faqat Malayziyada ko'rdim. Boshqa borgan Osiyo davlatlarida ko'rmadim bu daraxtdan. Mana bu yerda mana kirishi, bu tarafda ham kirishi. Bu toshlarni olib kelishgan boshqa joydan. Olib kelishgan. Endi mana bularni o'qib chiqamiz. Tarixi haqida yozilgan. Bu 1655-yil olib kelingan. Mana bu yerda yozuvlari bor. Uncha ko'rinmaydi kameradan. Bu ham 7-iyul 1655-yil. Dayt on o'lgan ekan o'sha sanada. Reyner Duye. Hozir mana shunda tevaragini olib, usti ochiq qolgan. Davom ettiramiz. Bu yerda ham xuddi shunday mana mozor toshlari, bular hammasi original mozor toshlari. Tujjorlar bo'lgan bu yerlarga kelib tijorat uchun kelganlar, yunoncha yozilganlari ham bor. 1623 mayda vafot etgan ekan, 1644 o'sha davrlarda kelib shu yerlarda tijorat qilib Malakkada vafot etgan odamlarni mozor toshlari. Davom ettiramiz bu yerdan. Ko'rib turganingizdek, katta xristianlari ibodatxonasi bo'lgan. Hozir tomi qolmagan albatta. Mana bu yerda ham mozor bor. Faqat buni ichi g'ishtdan ochilgan. Har davlatda bo'lgandek bu yerda insonlar niyat tutib tangalar tashlashgan. Ichi ko'rinmaydi tabii, ko'rsatishga harakat qilyapman. G'ishtdan to'rtburchak qilib qilingan. Boshqa hech narsasi yo'q. Mana tarix. Bir vaqt zamonda bu yerda kim biladi nimalar bo'lib o'tgan. Ertuğrul, qalay? Malakkaga tavsiya qilasizmi kelishga? Malakka tarihi yer. Burada eskiden Hollandalılar gelip burada Malakka Portekiz. Sultanlığını, Hollanda ve Ha, Portekiz. Hollanda. Malakka Sultanlığını bitirip kendileri yerleşkenler. Yerleştikten sonra buraya kale yapıp buradaki mezar anıtları burada gelen ölen kişilerin herhalde buranın yöneticileri, yüksek ticaret yapan insanların mezar taşları. Şehrin Yani- en tepelik yerine bir saray kurgenlerdi. Eskiden saraylarda yaşamışlar. Keyin bu yerga kilisa qilib qurib, Kilise, saray. bu yerda qolishgan. Eng tepalik, Malakkani eng tepalik joyi bu yeri. O'sha vaqtlarda eng tepalik bo'lgan. Hozir albatta bu minoralar, binolar ostida qolib ketgan. To'g'rida yerlar aholilar yashaydi. Uylarni ko'rsa bo'ladi. Uni yonida modern binolar qurilgan. Tepalikdan ham bitta ko'rib olamiz Malakkani. Kelishga tavsiya qilamiz. Malakkani ko'rish kerak. Tarixiy joylardan biri. Mana kruiz ham kelgan bu yerda. Kruizni ko'rsangiz ham bo'ladi. Kruizlar keladi. Kruiz kemalar, port bor u yerda. Juda ham katta Malakka porti bor. Mana tevarak atrofda katta binolar, tarixiy binolar yonida katta yangi zamonaviy binolar qurilgan. Keyingi rotamiz tarixiy samolyot va poyezdlari. Poyezdni qara, eski nechinchi yildan ekan bu poyezdni bitta o'qib o'rganib chiqaylik. Mana bu yerda yozilgan. 1414-yilga tegishli ekan bu. 1414-yilda mana shunaqa poyezd bo'lganmi? Poyezd alıp gelgan. Poyezd 1414-yilda. Mahal shokdaman, rostdan shunaqa poyezdlar bo'lganmi?
Bir adashmovchilik bo'lmaganmi? Nimaga? Ya'ni biz 1400-yildan bahsetyapmiz. Samolyot nechinchi yilga endi samolyot yangi. Bu ja eski emas, menimcha 1900 nechinchi yil mana bu yerda yozib qo'ygan bor, o'shaning tarixini ko'ringlar. Malaka muzeyida turibdi. Nechinchi yilga tegishli ekan? 1994'te yapılganda 1414 yoktu ki. 1994. 94-yilgacha shu samolyotni ishlatishgan ekan. Bu menimcha kichkina samolyot ko'rinib turibdi. 94-yilgacha ishlatgan bo'lsa buni. Bu pojarniy mashinasi ko'rinib turibdi. Bu ham eski, tarixini yozmagan, nechinchi yilga tegishli. Bu ham juda eski. Shu poyezdlarda shubhalandim. Buni tarixini yana bir bor o'qib chiqishimiz kerak, qarab chiqishimiz kerak. 1414-yilda bunaqangi poyezdlar bo'lmagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Tarixiy joylar Malakaga tegishli, tarixga tegishli. Ozda bo'lsa, nimasi bo'lsa, hamma narsani qo'yib chiqishgan. Lekin binolar qiziqarli, unaqangi katta shahar emas. Kelib tomosha qilishga arziydigan joylar o'rtoqlar. 1935-yilda qurilgan bino ekan, hozirgi paytda muzey. Muzikamiz ham bor. Apatsa. Indoneziyada maza qilib o'ynardik apatsaga, muzikaga. Bu temani apatsa bilan birga sayohat qilib yuramiz. Hozirgina bu yerda muzeydik, bir qadam bilganimizni bu tarafga o'tardik, balki boshqa joyga ketyapmiz hozir. Zo'r. To'g'ri, agar yurib aylanadigan bo'lsak, o'zimiz charchab qolamiz. Havo ham issiq, keyin joylarni topib borguncha kartaga qarab vaqtga qarasan, birinchi marta keladiganlar uchun mana bunday velosiped olish ham qulay, ham arzon, har taraflama. Boriladigan joylari biladi uchun qaysi joylarga borish kerak. Navbat olib boradi o'zi, maza qilib aylanib chiqasizmi. Bu yer hamma joyda magazinchalari bor. Turistik bir shaharcha bu yerda. Mana bu daraxtlari chiroyli ekan. Oh, gemi. Yang Portugis. Ada original. Original? Bu original Replika. replikasi ekan. Bu original shunaqa bo'lgan ekan, o'shani replikasini